Xo'sh, qani ko'raychi, to'xta. 왜 이래 진짜. keling. Menimcha, bu sodir bo'lishi kerak edi, shunday emasmi? Iltimos, kech qolma. Bilasan-ku, men unchalik sabrli emasman. Ko'zgudagi qiz 4-qism. Aziza Studio kanali uchun maxsus. Negadir sen juda hayajonli ko'rinyapsan. Xo'sh, bizga aytib berchi? Nima, shunday ko'rinyaptimi? Xo'sh. Menimcha, Yesu meni sevib qolgan. Nima, rostdanmi? Uni o'zi buni senga aytdimi? Buni o'zi aytdimi yoki seni uchrashuvga taklif qildimi? Yo'q, hali emas, ammo menimcha bu vaqt masalasi. Axir menga o'xshagan go'zal qizni yolg'iz qo'yib yuborish, uni juda xavotirga solsak kerak, to'g'rimi? Voy, nima, gapimga hayron bo'lyapsizlarmi? To'g'ri. Lekin men juda xavotirdaman. Agar odamlar bizni mukammal juftlik deb qarashsa, bizga axir ko'z tegadi-ku. Sizlarga nisbatan mehribonligimni hamma biladi, shunday emasmi? Men shunday mehribon qizman. Voy, nimalar deyapti? Voy, xudoyim, men juda to'yib ketdim. Hoy, uni yeyishni hoziroq bas qil. Axir yaqindagina tushlik qildik-ku birga. Nima demoqchisan? Agar bas qilmasang, semirib ketasan. Shuni aytmoqchi edim senga. Nima, sen shuning uchun kun davomida umuman ovqat yemadingmi? Axir bilasizlar, men diyetadaman. Hoy. Bilmadim, sizlarga nima deyish kerak, qanday tushuntirsam bo'ladi. Kechirasan, nima demoqchisan? Bilasizlar, bugungi kunda salomatlik o'rinda. Sabrina, sen hijobini yechishing shart emas. Ammo pardozingni biroz o'zgartirsak yaxshi bo'lar edi. Va Jiyun. Senga albatta plastik jarrohlik kerak. Qo'y, nima demoqchisan? Qizlar, kelinglar, teta u boqqa boraylik. To'g'ri, u yerda guruch ko'piklar ham bo'ladi. Ha, aynan men shuni aytib ekan edim. Hoy, Heju, bizni eshityapsanmi? Yigitlar. Hayronman, Yesu hali ham meni uchrashuvga taklif qilmadi. Nima, shunchalik uzoq kutirish shartmidi? Hayronman, unga nima bo'lyapti? Hoy, Heju, biz Tiyobokka borish haqida gapiryapmiz. Xudo haqqi, ovqatlanish haqida gapirmanglar, iltimos. Sizlar nima cho'chqamisizlar? Buncha ovqat haqida o'ylaysizlar? Yo'q, men bormayman. Hoy, Heju. Sen menimcha yomon tomonga o'zgaribsan. Nima deyapsan? Sen hatto bizni eshitmayapsan ham. Bizni tashqi ko'rishimizga qarab baho beryapsan. Nega unday qilyapsan? Tushunmayapman. Hoy, to'xta, nega jiddiylashyapsan? Axir bu do'stlar o'rtasidagi shunchaki hazil-ku. Bilasanmi nima? Sen xuddi Dayon kabi gapiryapsan. Hoy, hozirgina nima deding? Ammo men haqman. Faqat o'zing haqida o'ylashni bas qil. Ha, sen juda ajoyibsan. Ammo men ahmoqlar bilan yurmasam kerak deb o'ylab qoldim. Hoy, nimalar deyapsan o'zingni o'zing? Xo'sh, nima qilibdi? Bilsang, men bu haqiqatni aytdim. Xo'sh, sen meni o'zgargan deb o'ylaysanmi? Ehtimol sizlar uchun ham o'zgarish vaqtim kelgandir. Sizlar hatto o'zgarish uchun harakat ham qilmayapsizlar axir. Sizlar meni sharmanda qilyapsizlar. Hoy, Heju, bas. Bu gap senga ham tegishli, Sabrina. Agar odamlar e'tibor tortishni xohlamasang va bundan juda ham qo'rqsang, o'zing kabilar yoniga borgin. Yaxshimisan? Nima? Ha, rahmat, yaxshiman. Menimcha hijobingiz zo'r. Mamlakatingizda bu ramziy ma'no borligini eshitdim. Bu ajoyib, yana yoqimli. Nima, rostdanmi? Kechirasiz, biz ketishimiz kerak. Hey, Jo, keyinroq gaplashamiz. Hyojo.
Xo'sh, menga aytadigan gaping bormi? Bunga biroz kech bo'ldi, ammo mayli. Seni eshitaman. Kech bo'lmasdan do'stlaringga yaxshi munosabatda bo'l. Nima? Hozirgina nima deding? Seni tushunmay qoldim. Seni haqida yo'na kabi harakat qilding. Bilasanmi, Dayon kabi ish qilyapsan. Nima, men haqiqatdan ham yomon tarafga o'zgardimmi? Axir men nima qildim? Aytmoqchimanki, men xato qildimmi? Men hozir o'zimni yaxshi ko'raman va men har qachongidan ham baxtliman. Ko'zguning qiz Aziza Studio kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovoz berishda Shahboz va Choliqushi ishtirok etdi.